Aleyküm hamyurtlar, vatandaşlar, Moskva, Toshkent yo'nalishi bo'yicha navbatdagi reyslarimiz aka-ukalar, kimda kim sifatli avtobusda Moskvani o'zidan Toshkentga kelmoqchi bo'lsa hamda Toshkentni o'zidan Moskvaga primoy bormoqchi bo'lsa, shunaqa shikarniy avtobuslarimiz sizlarga xizmatinglarda aka-ukalar. Mana ko'rib turibsizlar, aka-ukalarimiz xursandchilik bilan ketyapti. Akalar, qanday avtobus sharoitlari joyidami? Jalba yo'qmi, jalba? Yo'q, jalba mutlaqo bo'lishi mumkin emas. Yo'q, mana. Akalar, kimda kim shunaqa sifatli avtobusda через bilet orqali kelib ketmoqchi bo'lsa, mana shu opamiz постоянно kelib ketasiz opa. Net safardan beri borib kelasiz. 1 yildan beri borasiz, kelasiz, to'g'rimi? Avtobus xizmati yoqdimi sizga? Tavsiya qilasizmi qolganlarga? Ha, opam, rahmat. Sog' bo'linglar. Mana aka-ukalar ko'rib turibsizlar, ishonchli sifatli xizmatlarimiz. Abu Sahiy avtovokzaldan primoy reyslarimiz. Mana akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Qanday? Shart-sharoitlar yoqdimi? Zaryadga uskunalar bormikan? Aytilgandek bo'ldimi aka? Qayerdansiz? Jizzaxdan, ha? Jizzaxlik aka-ukalarga tavsiya qilasizmi? Gap yo'q aka. Mana akalar, ukalar, opalar singillar, haftada 4 marta reyslarimiz bor. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlariga kimda kim sifatli avtobusda ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilinglar, bog'laninglar aka-ukalar. Tanlovda adashmanglar.